Tomares, ne boldun? Yavaşlap kopsan go. Topşuruqni ishlab bo'lolmay, beshim og'rib ketdi. İşlep boğun sen? Yo'q, texi. Ekile men ko'rib baqay. Nimanchi je qandaq gap bu? Kaş kishi nech xil darsni o'tib, kashtiyani bekaqamıсын deb shuncha bola topshiriqni baginni. Mushu apandilarniz-a. Bo'ldi. Qiziq bir hikoya aytib beray. Kallam echilgandiroq andin ishlasan. Men sana tulki, maymun, to'chqon va ot to'g'risidagi hikoyani aytib beray. Hayvonlar dunyosida tulki o'zining soxtipazligi, yolg'onchiligi, suxanchiligi, hasadxo'rligi tufayli hammasining nazaridan tushib, la'natga uchrabdi. Shuning bilan ba'zilar tulkini toza bir boplash fursatini izlab yurgan kunlarning birida tulki o'rmonlikda lag'aylab yurgan ekan. Buni ko'rgan maymun bir yili o'ylabdi-da, darhol to'shqonning yeniga berib unga aytdi. Buni to'shqonni xo'p ko'rgandan keyin maymun tulkining do'ppisiga jigil selish uchun mundaq ustalik qildi. Tulki aka, miyakila, sana bir gapim bor. Ha, nima gap? Men-chi, dunyoda hammadan otning sog'ri go'shtining nihoyatda bir kiyishli bo'lganligini anglab qoldim. Biroq otga qanday qo'l silishni hech bilmadim. Sening payman bor, agar sen qo'shilsang, ikkimiz tangaylik, ha? Bu gaping rostmi, maymunchaq? Yolg'on eshitsam, qulog'imni sopalda kesib beraman. Undaq bo'lsa, avval men ketib ko'ray. Sen anda yemamsa? Mayli. Ot hozir uxlab yotadi. Fursatni qo'ldan berma. Lekin sen quyrug'ingni otning quyrug'iga chetib edishni unutib qolma. Nemishqa? Otning pek ishtik yuguradiganligini bilasan-ku. Agar sen uning sag'risini shundoq tishlashinga uyg'onib ketib techib kesib qanday qilsan? Otning sag'ri go'shiga og'zing tegib, to'yg'icha yeyolmay qolsang, tomog'ing ishib qoladi-jimi? Ha, mundaq degin. Bo'pti. Quyrug'imni chetib olsam, chetib olamiz. Men o daraxtning ustida qarab turaman. Chatoq chiqib qolsa, yordamga men bor. Ma'qul emisan? Ay, ahmaq maymun. Tayya o'zin o'tinib berganingga hashqalla. Ha, mana quyrug'imni obdan chetib oldim. Ya, bismillah. Bu tamaşanı ko'rib turgan maymun bilan to'shqon o'zini tutib ololmay kulayveribdi. Maymun kulkidan to'xtayolmay, daraxtdan yiqilib, kosasi surilib ketib, jiq jafo chekibdi. Shunga maymunlarning kosasi ta hozirga qadar qip-qizil ekan. To'shqon maymundanmi bak kulib kolpigining yerilib ketganini tuymay qopti. At shu kundan buyon ehtiyot qilib o'ri turib uxlaydigan bo'lib qopti. Tulkini bo'lsa, ot to'li so'rab yurib, julg'ini chiqirib o'tkashga, tuklari titilib ketib, badrang bo'lib qopti. Bu hikoyaning hikmati shuki, askiga askilik bilan taqobil turishning o'rinliq tarafimi bor. Lekin bir chetda turib tomosh ko'rish bakmi qamlashmagan ish. Chunki ortiqcha kulki hech kimga yarashmaydi.